Rossiyaga yangi shantajlar uyushtirilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Dasturimiz davomida Moskvadagi qonli tun. Rossiya Ukrainaga yirik dron hujumi uyushtirdi. Qurbonlar bor. Amerika ovozi Tramp ma'muriyatini sudga berdi. Makron yana Ukraina bo'yicha sammitga mezbonlik qiladi. 22 mart kuni Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida Krokus City Hall'dagi terakt qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik ochildi. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlarning qarindoshlari yodgorlik poyiga gul qo'yishdi. Majmuada 14 ta oq turna tasvirlangan. Ular ehtimol konsert zali turnalar qo'shig'i bilan mashhur bo'lgan Muslim Magamayev Krokus City Hall nomi bilan atalgani uchun tanlangan bo'lishi mumkin. Berek mustaqil jurnalistlar korporativning yozishicha, qurbonlarning ayrim qarindoshlari yodgorlikdan norozi. Ularning ta'kidlashicha, unda qurbonlarning fotosuratlari yoki ismlari yo'q. Krokus City Hall vakillari yasagan yodgorlik bu ikki stela hech narsani anglatmaydi. Biz ketamiz, bizdan keyin boshqalar keladi va bu yerda nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Lekin shaxsan men uchun terrorchilik hujumi bo'lganligi va u yerda aniq odamlar o'lgani qayd etilishi muhim, deydi teraktda ota-onasini yo'qotgan Anastasiya Starsheva. 22 mart tongiga qadar Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli dronlar hujumi uyushtirdi. Zaporojye, Kharkov, Sumi viloyatlari hamda Kiyev hujumlardan zarar ko'rgan 179 ta drondan 100 tasini urib tushirilgan. Umumiy hisobda 5 kishi halok bo'lib, bir necha o'nlab odamlar jarohatlangan. Bu haqda Zaporojye harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fedorov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Zaporojye viloyatida Rossiya zarbalari oqibatida 12 kishi jarohatlangan. Jabrlanganlar orasida 9 oylik chaqaloq ham bor. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, voqea joyida 14 va 20 yoshli qiz halok bo'lgan. Keyinchalik shifoxonada og'ir yaralangan 38 yoshli ayol ham vafot etgan. Hujum paytida turar joylar, avtomobillar va ijtimoiy infratuzilma obyektlari yonib ketgan. Viloyat bo'ylab 13 ta aholi punktiga dronlar va artilleriya yordamida jami 367 ta zarba berilgan. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, 21 mart oqshomida aviatsiya va dron zarbalari oqibatida Krasnopolye tumani 2 ta kishi halok bo'ldi. Shuningdek, 2 nafar tinch aholi vakili yaralangan. Madaniyat uyi, ma'muriy binolar, do'konlar va turar joylar zarar ko'rgan. Kherson viloyatida esa 21 mart kuni mahalliy vaqt bilan soat 06:00 da 22 mart soat 06:00 ga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida Rossiya zarbalari oqibatida bir kishi halok bo'lib, yana 14 kishi jarohat olgan. Ukraina havo kuchlariga ko'ra, o'tgan tun davomida Rossiya hududiga 179 ta shahed dronlari va maxsus chalg'ituvchi dronlar bilan hujum qilingan. Bugun va 22 mart tongiga kelib 100 ta dron mamlakat janubi, shimoliy va markazda urib tushirilgan. Harbiylarning ta'kidlashicha, 63 ta Rossiya droni chalg'ituvchi bo'lib, ular nazoratda yo'qolgan va zarar yetkazilmagan. Amerika ovozi Tramp ma'muriyatini sudga berdi. Amerika ovozi radiostansiyasi xodimlari AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyatini Amerika Global Media agentligiga faoliyatini qisqartirish qarori tufayli sudga berdi. Bu haqda Washington Post xabar bermoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 6 nafar jurnalist prezident farmonini bekor qilinishini talab qilib, Nyu-York shtati Janubiy okrugi sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgan. Da'voga chegara bilmas muxbirlar nodavlat tashkiloti va 4 ta kasaba uyushmasi tashkiloti vakillari ham qo'shilgan. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, da'vo arizasini topshirishga AQSh konstitutsiyasining so'z erkinligi to'g'risidagi birinchi tuzatishlarni buzish va jurnalistikaga zarba berish sababi ko'rsatilmoqda. Joriy yilning 14 mart kuni AQSh prezidenti Donald Tramp 7 ta federal agentlikdagi xodimlarni keng ko'lamli qisqartirish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Ular orasida Ozodlik radiosi faoliyatini nazorat qiluvchi AQSh Global Media agentligi Amerika ovozi ham bor edi. Oradan 2 kun o'tib, Washington Post nashri Amerika ovozi direktori Michael Abramovichga tayanib, ushbu radiostansiyaga faoliyatini to'xtatishga haqida xabar berdi. Makron yana Ukraina bo'yicha sammitda mezbonlik qiladi. 27-mart kuni Parijda Ukraina atrofidagi vaziyatni muhokama qilish uchun bir necha davlat rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi sammitining birinchi kuni yakunidan so'ng jurnalistlarga ma'lum qildi. Kelgusi payshanba kuni biz Parijda Ukrainaga yordam berishni xohlaydiganlar koalitsiyasining sammitini o'tkazamiz, deydi Macron. Bloomberg agentligining yozishicha, Yevropa Ittifoqining yetakchi davlatlari, jumladan Germaniya, Fransiya va Polsha, shuningdek Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lmagan Kanada va Buyuk Britaniya kelasi hafta Parijda Ukraina atrofidagi vaziyatni muhokama qilish uchun yangi sammit o'tkazadi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bu davlatlar kecha 20-mart kuni Bryusselda bo'lib o'tgan sammitda Rossiya va AQSh o'rtasidagi Ukraina bo'yicha muzokaralarda qanday ta'sir o'tkazganini va ideal holda unda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkinligi haqida muhokama davom ettiradi. Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda ham Yevropa yetakchilari Parijda favqulodda sammit o'tkazib, Tramp ma'muriyatining Yevropa ishtirokisiz Moskva bilan muzokaralar olib borish rejalariga nisbatan nima qilish kerakligini muhokama qilgan edi. Bo'layotgan muzokaralarda Rossiya va Ukraina urushi yana qancha davom etadi? Bu borada kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring va video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.